Assalomu alaykum Pul arzoni kanali obunachilari. Bugun 18-iyul 2026-yil Andijon shahridan bir nechta sotuvga qo'yilayotgan mashinalarimiz bor edi. Shu mashinalarimizni qisqacha ma'lumotlarni hozir tanishtirib o'tib ketaman. Birinchi mashinamiz mana Jetower X50 mashinasi. Hop, bu mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan masofasi 14.000 kilometr. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q, toza kraskalari 100%. Ikkinchi pozitsiyasi lukli variantda. Mana yumshoq balonlar qo'yilgan. Holati o'ta ideal. Mana ko'rishinglar mumkin. Hop, bu mashinamizning narxini 16.500 qo'yapmiz. Salon garantiyalarda turibdi. Mana yangi mashina deyarli 14.000 probeg yurgan. Narxi 16.500 dollarga shu mashinani sotib olishinglar mumkin. Hop, keyingi mashinamiz Honji HS5 mashinasi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan bu mashina. Bu mashinamizni yurgan masofasi 8.000 kilometr. Bu mashina shotsprapga nomiylarga yoziladi. Salonni balansida turibdi. Avtosalonda. Hop, yangi mashina ozgina aybi bor. Mana shu krilo kapotida ozgina kraska bo'lgan joyi bor. Test drive'da yurgan mashina. Shuni hisobiga narxi ham arzon, 16.500 dollar bu mashinamiz ham. 2023 orqa oldi tortadigan avada pozitsiya, full pozitsiyada. Hop, keyingisi Cherry 8 Pro Max mashinamiz. 2023-yil 70.000 kilometr yurgan bu mashina. Hop, toza kraskalari, absolutni tiniq mashina. Salon holatlarini ham hozir ko'rsataman. Mana salon holatlari. Hop, narxini 20.500 yapmiz bu mashinamizni. Mana Max pozitsiyasi bu. 2023 70.000 yurgan 20.500. Hop, keyingi mashinamiz Cherry 7 Pro mashinamiz. 2024-yil 8.000 kilometr yurgan. Hop, narxi 19.500 dollar. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q, toza mashina bu ham. Yana bitta Cherry 7 Pro'miz 24-yil. Propan gazli 72.000 probegda bu mashinamiz. Hop, bu mashinamizni 18.000 dollar narx qo'ydik. Hop, keyingi mashinalarimiz mana Bestun T55 mashinalari. Ancha hardorgir, qulay tracker bilan raqobat qiladigan mashinalar. Uchalasi ham 2024-yildan. Hop, mana birinchisi mana 2024 40.000 yurgan, ikkinchisi Staloy Svetda propan gazi bilan 2024 42.000 yurgan, uchinchisi 2024 53.000 yurgan propan gazda. Bu qorasi 16.000 dollar. Mana ikkalasi qora bilan mana Staloy. Hop, narxi 16.500 dollardan. Hop, keyingisi ikkita bir xilda luxury pozitsiya, Jetower 70 plus luxury pozitsiyasida bu mashinamiz. Hop, birinchisi mana 60.000 kilometr yurgan bu mashina. Kraskalari toza. Hop, 19.500 dollarga beramiz bu mashinamizni. Holati tiniq, ideal, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Eng full pozitsiyasida. Bunaqa prostoy bilan adashtirmaysizlar. Mana salon holatlari ham o'ta ideal. $19.500 dollarga. Keyingisi mana xuddi shuni bez probegi salondan nomiylarga shotsprapga yoziladigan holatda 400 kilometr yurgan probegi. O'ta ideal mashina, 21.000 dollarga beramiz. 2 dona mana shu uchida mana shu piyaladagi joyda, ikkita joyda petnochasi bor. 21.000 dollarga beramiz buni. Hop, keyingi mashinalarimiz
Honji H5 mashinasi. Birinchisi mana 23-yil 37 ming yurgan. 23-37 ming yurgan, narxi 17 ming dollar. Hop, ikkinchisi hop 17 ming yurgan restyling varianti bu. Qimmatroq, buni narxi 26 ming dollarga beramiz. Bu premium klassdagi mashina. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Orqalarini ham ko'rsataman hozir. Mana orqalari. Hop, 26 ming dollar bunisi 17 ming dollar. Hop, T1 mashinamiz bor, 26 da ishlab chiqarilgan, 2026 4000 kilometr yurgan. Narxi 25 ming dollarga beramiz. Ancha bahaybat katta mashina. Hop, shu mashinalarimiz bugun sotuvda. Mana bemalol mana shu Andijon shahri aeroport to'g'rida, aeroport ko'chasi, Chermet ko'chasi deyiladi. Shu ko'chada turibdi mashinalar. Bemalol kimga ma'qul kelsa narx-navo kelib savdo qilib olishingiz mumkin. Mashinalar hammasi sifatli, arzon narxda, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Mana shu joyimizda turadi mashinalar. Qanaqa mashinalar bo'lsa barterga yoki naqd pulga yoki avtokredit deysizlarmi? Nasiya yo'q bizda. Iloji bo'lsa naqd pulga sotiladi yoki o'zingizlarda boshqa mashinalar bo'lsa shu bilan ustma-ust kelishib olishingiz mumkin. Hop, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Puli arzoni kanali YouTube kanaliga. Shunaqangi arzon mashinalarni qo'yishda davom etamiz. Mana yerda bitta mashinamiz qolib ketibdi. Hop, bu mashinamiz ham Shineray firmasidan Swem mashinasi. Mana 2024-yil hop 39 ming kilometr yurgan gibrid mashina bu. Mana ko'rishingiz mumkin salon holatlarini ham gibrid. Mana boshqacha salon ranglari, shaydalik. 1200 kilometr yuradi, tokda, benzinda va elektrda harakatlanadigan mashina. O'ta ideal, tiniq mashina. Bu mashinamizning narxini 15 ming dollar qo'ydik. O'ta katta mashina bu ham. Trekerdan ancha baland katta mashina. Narxi 15 ming dollar, 24-yil gibrid mashina. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. 91lik 485 51 55 raqamlariga yoki 99lik kod bilan 902 51 55 raqamlariga bemalol aloqaga chiqib kelishingiz mumkin. Mashinalar Andijon shahrida.